ba'zida sotuvchini mahorati shu darajada kuchli bo'ladiki, mahsulot sifatli bo'lmasa yoki xizmat sifatli bo'lmasa ham mijoz ushbu sotuvchini taklifini rad qilishga hijolat bo'ladi. Qaysidir sotuvchini keyslarida bor shu narsa. Bir kompaniyaga o'zining mahsulotini taklif qilmoqchi bo'lib boradi va taklif qiladi. Taklifdan keyin mijoz rad javobini beradi. Sababini so'raganda, bilasizmi, sizning mahsulotingiz yoki xizmatingiz juda ham bizga qo'l keladi, ham narxlari arzon, lekin iltimos bizni to'g'ri tushuning. Hozirda biz ishlatayotgan mahsulot yoki xizmatni sotuvchisi juda ham yaxshi qiz deydi. Men uni xafa qilgim kelmaydi. O'zimni noqulay his qilaman unga rad javobini bergani. Shuning uchun men sizning taklifingizni qabul qila olmayman deb rad javobini beradi. To'g'ri, mahsulot yoki xizmat yaxshi bo'lmasa hech kim sotib olmaydi. Yaxshi narsani boshqa birovga ilinishlik ham, tavsiya qilishlik ham to'g'ri narsa emas. Lekin shunday hissiyotlar borki, agar sotuvchi juda ham yaxshi, intizomlik, samimiy, mijozni ehtiyojini aniqlab uni qondira oladigan darajada xizmat yoki mahsulot taklif qila olsa, demak bu insonni yuzidan o'ta olmasdan ham insonlar bu narsani sotib olishi mumkin ekan.